Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bahor ayyomingiz bilan, hayotlaringiz bilan azizlarim. Qishloqdan eson-omon chiqib, ro'zalarni yaxshi tutib, bahorlarga chiqib, sumalay boshladim. O'zim metodim bir ko'rsatay, qani sizlarga yoqadimi? Lekin 45 yildan bir qilaman, hammaga yoqadi. Bolajonlarim, o'rgansanglar mazza qilib har yil qilasizlar. Bolalaringizga, o'zingizga yaxshi. Mana gullarimni qaranglar. Mana floksilarim. Bo'ta chiqishyapti. Mana bu liliya, oq liliya, rasta katta bo'ladigan oq liliya mana ikkita chiqdi. Atirgullarim o'sib yotishibdi. Piyonlarim ko'ring mana. Bu baquvvat bo'lib ko'p shox beryapti. Bularni endi boqish kerak. Yaxshi boqsangiz yaxshi gul beradi. Mana piyonlarim. Ana gulim. Kechagina Chorsudan naqa olib keldim mana. Ikkita olib keldim. Bu gullar tugadi endi. Atirgullarim chiroyli shoxlab. Gullarim tugayapti bular. Mana bu yerda ham liliyam kattaroq. Bultur ekilgan, bu yil xudo xolisa bultur ochildi. Oranjiy ekan. Mana bu oq atirgul. Mana bu gortenziya. Jonivoram rosa zo'r gul ekan. Bir ochilsa 4 oy anaqasini husnini yo'qotmas ekan. Mana gulim mana qirqog'ayni. Ochilsa yana ko'rsataman. O, gilosimni qaranglar, kesib tashladik. Mayda shoxlar rosa gullarni xudo xolisa yaxshi hosil bersin. Bu mana boshqa gilos. Maydaroq gilos. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman, azizlarim. Kommentariy yozinglar. Mana kecha bug'doyni o'tib qo'ydik. Sumalay qilamiz, xudo xolasa. Bir kun suvda turdi. Mana endi buni yoyamiz. Xudo xolasa bu yil 45-yil qilamiz. Beto'xtov. Qilganlar bir paytlar. Shundan onamlarga o'tgan, onamlardan menga o'tgan. Endi bolalarim ham bilib ketishdi. Sumalay tushmaydi. Mana shunaqa qilib uyolamiz, keyin 2 sm, 3 sm qilib yoyamiz. Qorong'i joyga. Hozir biz endi pardani ochib turibmiz. Yoriq qilib. Atak qorong'i joyda bo'lish kerak. 12 kilo bug'doy xudo xolasa. Yoyib oldik. Mana qalinligini ko'rsat. Mana qalinligi. Mana shu qalinlikda yoyamiz. 12 kilo bug'doy mana shu qalinlikda mana bitta stol bo'ldi. Endi buni sekin yopamiz. Bir kunga, faqat bir kunga nima qo'yib qo'yamiz. Ya bismillah. Ana. U oladi-da bu. Keyin yopmaymiz, ochib tashlaymiz. Bo'ldan Safar, Akbar. Mana qilib suvni chiqaramiz. Navaralarning yordamida.
Baraka topkurlar. Mana shu dushlarni necha yildan beri suv chiqaradi. Mana suvi, mana toza suvi. Serenimni qarang. Shunaqa hidi gurkiryapti. Kechasi bilan yomg'ir yog'di. Bular engashib qolibdi, qaranglar. Go'zalligini qaranglar. Rosa gulladi bu yil. Mana sumalayni unini aralashtirib olamiz. Mana ishlarimizni boshlab oldik. 12 kilo bug'doyga 50 kilo un sovamiz. 48 kilo to'g'rirog'i. Suvlarni o'tkazdik. Bir sidra, hozir yana bir sidra suvdan o'tkazamiz. Yog' soldik 4 litr. 4 litr yog' soldik. Endi olovni yoqasak ham bo'ladi. Mana unlarimiz tayyor. Jarayon boshlandi. Misiribga qilib keldik. Endi buni suvini olishimiz kerak, sharbatini. Mana bismillahirrohmanirrohim deb unlarni, suvlarni hamma narsani aralashtirib oldik. Yog'larni ham aralashtirdik. Olov yoqish boshladik. Yo'q, hozir borib jarayon o'chib turgan. Alloh nasib qilsa, xudo xolisa chiroyli Yosh chiqadi. bolaga bermaydi. Hozir rosa yomon payt. Tegi oladi, toshadi. Yosh bolalarning qo'liga bermaymiz. Hozir o'zimiz qaynab chiqquncha hushyor bo'lib turishimiz kerak. Rosa yomon tegi oladi. Xudo xolisa 1 soatda qaynab chiqar. Olovi yaxshi bo'lsa. Asli payti, bu paytda juda hushyor bo'lish kerak. Qara, u yoqqa qarasangiz toshadi. Allohim. Qaynab chiqquncha ehtiyot bo'lish. Qaynab chiqquncha, mas'uliyatni o'zimni bo'ynimga olib turaman de. Mana doda ham shu yerdalar, katta o'g'lim ham shu yerda. Qaynashi anaqada apasni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Chiroyli rang chiqyapti. Xudo xolisa ertalab soat 4larda pishadi. O'ziga shukr. Shamolam bo'ldi. Oldin bitta yomg'ir yog'ardi. Joysizmi? Yomg'ir dedi, bugun mana qara. Xudo mehribon. Yomg'ir ham 1 aprel taqlarida hozir ketdi qochib. Bular sumalagim pishirib olsin dedi. O'ziga shukr. Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Yomg'ir ham boshladi. Yo'q. Sekin. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo mehribon, kecha yomg'ir yog'madi. Yomg'ir dedi, yog'madi. Ya bismillah. Rangini qarang buni. Bismillahirrohmanirrohim. Maşallah. Voy, asal. Mana buni. Tush tez. O'zi ham chiroyli bo'lsin. La ilaha illalloh. Qara.
Bismillahirrahmanirrahim. Biz vaqt. O suyuqina bo'pti, so'rabdi. Ha, xumo bo'ladi o'zi har yili. Har yil xumo bo'ladi. Hech aslida sumali yeyolmayman. Har yili qilib bo'ladi. Canım karıyla Osmanlı'ya kıyırırlar. Olmayapsan qozonni. Qozonni olmayapsan. Endi hech kim og'iz ochib chiqmaydi. Ro'zamisiz? Nafsini kelib. Rangini ko'rib. Allohim ko'p yillar shunaqa Shavvol ro'zami? sumalaklar qilib yuberib yuriy, a? Endi biz sal sovuqsin keyin suzamiz. Bahrom mana chiroyli chiqibdi. Rangi zo'ru. Mehnatlarimiz. Farqi yo'q. O'sha kuni Xudoga shukr, alhamdulillah, alhamdulillah. endi ketma-ket chiqasiz. Nega? Nechinchigacha tutish kerak? Yo'q, shu shavvol tugaguncha. 6 kun. 6 kun tutish kerak. Ketma-ket zotlar o'tkazib Ketma-ket shart emas. Ha, shart emas. Mana shu oyda-da, a? Mana shu oy tugab qolmasdan ketma-ket tutsa bo'ladi. Rangi. Tegin. Ne tegin ko'lamadingizmi? Nega? Voy mashallah. Uni go'zalligini ko'ring. Mashallah. Usta emas. Rahmanirrahim. Keyingi yillar mana shunaqa sumalaklar qilib yurish nasib qilsin hammamizga. Kelinglar sumalakga. Sumalakchi buvilar sumalagini yeyishga.